Barchaga assalomu alaykum. Bugun mana 5-sinfdagi navbatdagi mavzuyimiz, ya'ni oxirgi mavzuyimiz foizlar mavzusi bo'ladi. Foizlar o'zi sonning 100dan 1 ulushi uning 1% ila. Yana misol orqali tushunib ketaylik. 20 ni 10% topishimiz uchun biz 10% ni topishimiz uchun 0.1 ko'paytirishimiz yetarli ekan. Qandaydir bir foizlar mavzusida qandaydir bir formulalar bor, u formulalar bilan ishlaymizda shunchaki oson usullar bilan imkon qadar oson usullar bilan o'rganishga harakat qilamiz. 20 ni 0.1 ko'paytirsak, uning 10% chiqar ekan. 0.1 ko'paytirsak 2.0, ya'ni 2 degan natija bo'ladi. O'sha 20 mizni aytaylik endi 1% ni topaylik mana. 1%. 1% topishimiz uchun biz 20 ni ko'paytiramiz ekan, 0.0 ko'paytirishimiz yetarli ekan. Natijani hisoblasak 0.2 degan javobga ega bo'lamiz. Endi o'sha 20 sonimizni aytaylik 40% ni topaylik. 20 ni endi ko'paytiramiz, 0.4 ko'paytirishimiz yetarli ekan. Ko'paytirishni hisoblasak 8. 20 ni 80% ni topaylik mana. 20 ni ko'paytiramiz ekan, 0.8 ga ko'paytirishimiz yetarli ekan. Hisoblasak 1.6. Ana endi o'zidan kattaroq sonlarga ko'paytirishimiz ham mumkin. Aytaylik endi 50 sonini 120% topishimiz uchun biz 1.2 ga ko'paytirishimiz yetarli ekan. Ya'ni 1 bo'lganda uning 100%, 1 dan kichkina bo'lganda uning 100 dan kichikroq foizi, 1 dan katta bo'lganda uning 100 dan kattaroq foizi. 50 imizni 1.2 ga ko'paytirsak, uning 120% ni topayotgan bo'lamiz. 120% ni topaylik. 50 ko'paygan 1.2. 50 ni 1.2 ga ko'paytirsak 6 degan 60 degan natijaga ega bo'lamiz. 50 da 120% ni topish uchun 1.2 ga ko'paytirdim. 130% topmoqchi bo'lganda 1.3 ga ko'paytirgan bo'lardim. 155% topishim kerak bo'lganda mana buni 1.55 ga ko'paytirgan bo'lardim. Va hokazo shu tartibda ishlash mumkin. Kitobdagi savollarga o'tamiz. Agar eritma 60 gram tuz tayyorlangan bo'lsa, eritmada necha foiz tuz bor deyapti. Necha foiz tuz borligini topish uchun birinchi mana jamini yozamiz. Jamiga 60 qo'shilgan 140, 60 gram tuz, 140 gram suv bor ekan. Ana endi necha foiz tuz bor deyapti. Tuzni gramini tepaga yozamiz endi mana. Tuzni gramini tepaga yozdik. Ana chiqqan natijani 100 ga ko'paytirsak, uning biz natijamiz foizda chiqadi. Suratda 60, mahrajda 60 ga 140 qo'shsak 200 ko'paygan 100%. 60 ni ko'paytiramiz 100 ga. 6000 bo'lingan 200. 6000 da 200 ga bo'lsak 30 degan natija chiqadi. Ya'ni bu 30%. Aralashmada 60 gram tuz bor, 140 gram suv bor. Shu aralashmani 60 gramini tuz tashkil qilar ekan. Bu jami aralashmani 30% ni tashkil qilar ekan. Va navbatdagi savol. Sinfda 40 ta o'quvchi bor. O'g'il bolalar sinfdagi hamma o'quvchining 55% ni tashkil qiladi. Sinfda qizlar necha foiz tashkil qiladi hamda sinfda necha nafar qiz o'qiydi deyapti. Jami 40 ta o'quvchi bor. 40 ta o'quvchi bor. Sinfda 40 ta o'quvchi bor ekan. O'g'il bolalar. Sinfda 40 ta o'quvchi bor ekan. O'g'il bolalar uning 55% ni tashkil qilar ekan. Qiz bolalar. Qiz bolalar jami 100% bo'ladigan bo'lsa, qiz bolalar, o'g'il bolalar 55% tashkil qilsa, qiz bolalar 100 dan 55 tayyorlaymiz. 45% tashkil qiladi.
Yana o'g'il bolalar va qizlar sonini topib beraylik. 40 da 55% olamiz. 40 ta jami 40 ta o'quvchi bor. O'g'il bolalar 55% dan tashkil ekan. 40 da ko'paytiramiz 0.55 ga. 40 da 0.55 ga ko'paytirishimiz qoldi xolos. 0.55 ko'paygan 40. 0 da hammasiga ko'paytirsam baribir 0 chiqadi. 4 da 5 ga ko'paytirsam 20 bo'ladi. 0 ni yozaman ikkisi dilda. 4 da 5 ga ko'paytirsam 20 bo'ladi. Dilda bilan 22, ya'ni ikkisi dilda. 4 0 ga ko'paytirsam 0, dilda ikkisi. Demak, oxirgi natijamiz qo'shsak 0 0 2 2. Orqadan ikkita belgi surib bergan bo'lsak 22. Ya'ni o'g'il bolalar 22 ta ekan. Qiz bolalarni eshitgan topishimiz uchun 40 da 0.45 ko'paytirishimiz mumkin yoki 40 dan 22 ni ayirib qo'ysak ham natijamiz chiqadi. Ayirib qo'ysak osonroq 18 ta ekan. Umumiy holatda mavzuimiz shu narsalardan iborat. Imkon qadar sizlarda formula bilan ishlamasdan shu osonroq yo'l bilan ishlashga harakat qildik. Xo'p, uy vazifalarni video oxiriga qo'shib beraman. Endi foiz mavzusida endi asosan masala bo'ladi. Video oxiriga vazifalar qo'shib beraman. E'tiboringlar uchun rahmat.